Viloyat rahbari Urgut tumanida amalga oshirilayotgan loyihalar bilan tanishdi. Viloyat rahbari dastlab tumandagi Do'stlik mahalla fuqarolar yig'ini hududida avtovokzal, temir yo'l bekati, tibbiyot klinikasi, ixtisoslashgan maktab hamda ko'p qavatli turar joy binolari qurilishi loyihasi doirasidagi ishlarning borishi bilan tanishdi. Ushbu obyektlarda yo'lovchilar va aholi uchun qulay infratuzilmani yaratish, xususan ularning dam olishlari, ovqatlanishi, turli xizmatlardan foydalanishlarini hisobga olgan holda qurilish ishlarini amalga oshirish zarurligi ta'kidlandi. Shundan kelib chiqib, temir yo'l bekatida sayyohlarning tunab qolishlari uchun kichik, quvvatli 20 o'rinli mehmonxona quriladigan bo'ldi. Bundan tashqari, hududda milliy uslubdagi choyxona, xizmatlar ko'rsatish shoxobchalari faoliyatini tashkil etish bo'yicha ham takliflar berildi. Bu ishlarni amalga oshirishda avvalo aholi uchun yangi ish o'rinlarini tashkil etish, ularning barqaror daromad manbalariga ega bo'lishlariga e'tibor qaratish lozimligi aytilib, mas'ullarga tegishli topshiriqlar berildi. Shundan so'ng viloyat rahbari Qoratepa suv ombori sohilida tashkil etilayotgan dam olish maskani faoliyati bilan tanishdi. Ushbu hududda xorijiy va mahalliy sayyohlarning oilaviy kelib hordiq chiqarishlari, yashash va tunab qolishi, suv omborida qayiqda sayr qilishlari uchun sharoitlar yaratilmoqda. Ushbu dam olish maskani faoliyatini yanada yaxshilash, kapsulali joylashtirish vositalarini o'rnatish va boshqa turizm xizmati ko'rsatish shoxobchalarini tashkil qilish yuzasidan mas'ullarga tegishli ko'rsatmalar berildi.